Zamonimizda shunday yo'llar borki, ular doimo zamon bilan hamnafas qadam tashlaydi. Ana shundaylardan biri Arishton tumanidagi Furqat fermer xo'jaligining rahbari Lobarxon Normatovadir. Yoshgina Lobarxon bolaligidan yerga mehr qo'ydi. Xalq uchun xizmat qilishni diliga tugib qo'ydi. Yillar, misoli yillar kabi shiddat bilan o'tdiki, Lobarxon opa voyaga yetdi. O'tgan yillar davomida olingan tajribalar bois Rishton savg'osining Jahonobod bo'limida brigadirlik qildi. Har yili brigadasi yillik paxta rejasini ortig'i bilan bajargan brigadir tez rahbarlar e'tiboriga tushdi. Shu bois menga yer beringlar, men fermerlik qilaman deb talab qo'ygan opaga hosildor yerlardan birini ajratib berishdi. Opa hech ikkilanmay o'ziga katta vazifa yukladi va Furqat fermer xo'jaligini tashkil eta oldi. Mana shu Furqat fermer xo'jaligini boshlig'iman. Mana 2001-yildan beri mana shu Furqat fermer xo'jaligini boshqarib kelyapman. Yilda mana planlarni, g'allani, pillani, paxtalarni bajarib, rejalarni 56 ming sentner olib aslida ishlab kelmoqdaman. Lobarxon opaning eng katta yutuqlaridan biri Jahonobodliklar, aniqrog'i shu mahallaning kichkintoylari uchun shahardangdan qolishmaydigan zamonaviy bolalar bog'chasini qurdirganidir. Ushbu mahallada bolalar bog'chasi necha yillik orzuni ro'yobga chiqishiga turtki bo'ldi. Shu bois mahalla bolajonlari opani o'z buvilaridek yaxshi ko'radilar. Turli xil o'yinlarni birgalikda o'ynaydilar. Keraklari deysizmi, hamma sharoitlarini qilganman. Mana biz hozir mana shu Jahonobod qishlog'imizdagi hamma bolajonlarimizni mana shu bog'chamizga qamrab olganmiz. Mana meni yana bir mana shu niyatim bor. Mana hozir bog'chamiz 100 o'rinli bo'lgan bo'lsa, endi 200 o'rinli qilib, mana shu hozir 15 ta xodim ishlayib turgan bo'lsa, 200 o'rinli qilib, Xudo xohlasa yana bir 10 ta 15 ta xodimni ishli qilib, mana shu kam ta'minlangan oilalarni ish bilan ta'minlayman degan niyatlarim bor. Men avvalambor mana shu yurtboshimiz, prezidentimizga ming rahmatlar aytaman. Bizdek ayollarni qo'llab-quvvatlab, mana kreditlarni berib, mana shu xalqimizga jonkuyarlik qilganligi uchun unga minnatdorchilik bildiraman. Bundan tashqari opa Jahonobod mahalla fuqarolar yig'ini idorasiga kirib, mahalla rahbarlari bilan gaplashadi, muammolarni o'rganadi. Kerak bo'lsa, kam ta'minlangan, yakka yolg'iz yoki bir joyda uzoq yillayotgan bemorlarga baholi qudrat o'z yordamini ayamaydi. Bobo quyosh o'z yotog'iga kirar chog'i opa uyi tomon oshiqadi. Oldiga qo'yilgan rejalarni bajarganlikdan tin olib, qalbida quvonch bilan oilasi tomon oshiqadi. Ha, bizning opamiz Lobarxon Normatova ana shunday hazrati insonlar toifasidan. Sherzod Sidiqov, Yunus Ali Meliboyev maxsus axborot informatsion dasturi Jahonobod mahallasidan